Uyimizni ko'rinishi. Mana unda devor yorilmagan, shkaturka yorilgan. Yana yorug' ekan deb ana qilmanglar. Kelib ko'rasizlar, mana bu yoqda ham, mana qaranglar, shkaturka yorilgan. Endi eskirganda shkaturkalar. Mana mebellari qoladi. Mana kiradigan proxodnoy, mana полный laminat qilingan yer. Bu yerda rakvinalari bor. Aytibman, bir fasadni ishlarini yengil qilib yuborsalaring bo'ldi. Uyimiz tayyor. Mana полный ataplenlashgan, ataplenalar ishlaydi. Mana kuxnyasi. Mebel, gaz, xolodilnik hammasi joyida, tishkalari ham bor. Qoladi bular hamma narsasi joyida. Mana uyimizning ko'rinishi. Bu yerda mehmonxonasi bor. Mehmonxonaning kaliti qolib ketibdi. Bu remontdan chiqqan, ishtiyoq zo'r remont qilingan dedi. Endi bilmayman yo'g'ini. Mana vannasi bu. Ishlaydi, u yoqda suvlar chiqadi. Bu yerda unitazi bor, hojatxonasi. Mana hojatxonasi ichkaridagi. Keyingi xonamiz mana o'tiradigan xona. Bu yerda mana ashqal-tashqallar olib chiqib ketiladi. Keyin bu yoqda xonamiz mana bitta xonamiz, keyingi xonamiz bor. Mana qaranglar, ataplenalari ham zo'r. Buni akvadan qilingan eshiklar. Televizor olib ketiladi, konditsioner joyida qoladi. Konditsioner ham yangi konditsioner Samsung. Mana mebel ham qoladi, rossiyskiy mebel ekan bu. Keyin xon taxta joyida qoladi. Mana mebellarni, gilamlarni olib ketadi, tepada stullarni. Qoladigan narsalari shu. Narxi 650 million so'm. Hech qanaqa krediti yo'q. Ozgincha o'tib beriladi.